Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Her şikayeti bir qatim ötküzüldüğün ve 13. may günü çağırılgan Dünya Uyghur Qurultayı İcra Komitetinin kengaytilgan yığınida Xitayning Uyg'urlarga qaratgan chegara halqan bastırı siyaseti qandaq taqabul turush, chet ellardagi Uyg'urlarning bo'libmi yoshlarımızning milliy harakatimizga qatnashish aktivchanligini qandaq qilib oshirish, Kanadaga 10 ming Uyg'ur yetkazib yerlashtirish programmasi qandaq moslashish va Tayland tutib turilayotgan Uyg'urlarni 3-chi bexatar davlatga o'tkazish masalasi asosli muzokara temasi bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultayining tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Farhod Yo'rinqashning riyosatchiligida o'tkazilgan va istiqlol marshimiz bilan boshlangan mazkur yig'inga qurultay rahbarlari va har qaysi qarindosh tashkilotlarimizning asosli mas'ullaridan bo'lib 70 dan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inda oldi bilan yaqinda Taylandning Bangkokdagi tutib turish lagerida vafot bo'lgan 40 yoshli Matto'xti Mattursun ismli qarindishimizning ro'yi uchun shundaqli turmush sharoitining nacharligi, oziq yetishmaslik, davolanishdan mahrum qoldirish va Tayland soqchi doiralarining ularga tutgan g'ayri inson muomalasi sababli hozirgacha hayotdan ayrilgan boshqa qarindoshlarimizning ro'yi uchun Fatiha o'qildi. Yig'inda oldi bilan qurultay raisi Dolqin Isa apandim bilan qurultay ijro komitetining raisi Ömer Qanat apandilar o'tgan 2 oydan buyon qurultayning xalqaro sahnalarda ilib borgan faoliyatlari va qurultayning bundan keyingi plan programmalari haqida ma'lumot berdi. Arqadan qurultay qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandim Kanadaga 10 ming Uyg'ur yetkash programmasining navbatdagi taraqqiyot yuzlanishi haqida tafsiliy tushuncha berdi. Mehmet To'xta apandim so'zida Xitoyning Kanadaga 10 ming Uyg'ur yetkash programmasiga buzg'unchilik qilish uchun jiddiy harakatga o'tganligini, chunki Xitoyning o'zining kontrolligidagi va o'zining ta'sir kuchli bo'lgan davlatlardagi Uyg'urlarning g'arb ellariga ko'chib berilishini aslo xohlamaydiganligini, shunga har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining, siyosiy faoliyatchilarimizning va avom xalqimizning Kanadaga 10 ming Uyg'ur yetkash programmasini qo'llashi va uning yaqinda moslashib berishining to'limi zarur ekanligini ta'kidladi. Xitoyning kuch kiritishi bilan Kanadaga 10 ming Uyg'ur yetkash programmasiga qarshi oshkora va yoshirin faoliyatlarning uzluksiz kuchayotganligini ta'kidlab o'tgan Mehmet To'xta apandim mazkur program haqida tafsiliy ma'lumotga ega bo'lishni orzu qilgan tashkilot va shaxslarimizning Kanada Ko'chmanlar ministrligi tomonidan Kanadaga yo'tkab kelinadigan Uyg'urlarning salohiyatini aniqlash, ularning arxivini turg'izish, konkret tizimlikini turg'izib chiqish va yo'tkash bosqichiga moslashish jihati to'liq salohiyatga ega qilingan Dunyo Uyg'ur Qurultiyi, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti va Uyg'ur kishilik huquq qurilish qatorliq 3 tashkilot bilan bevosita aloqa qilishi lozimligini bildirdi. Yig'inda yana Qurultay Muhojirlar komitetining mudiri Polat Sayın bilan Qurultay Ishki ishlar komitetining mudiri Baxtiyor Bo'ri apandilar navbat Taylandning turma va lagerlarda tutib turilayotgan Uyg'urlarning vaziyati va ularni 3-chi bexatar davlatga o'tkazish uchun Qurultay tomonidan elib berilayotgan tirishchiliklar haqida ma'lumot berdi. Ular o'zlarining Tayland elib borgan bevosita tekshirish jarayonida lagerda tutib turilayotgan Uyg'urlarning 30-40 kishilik tar uylarga solanganligini, havo muhitining og'ir darajada nacharligi, Uyg'urlarni bulg'angan turba suyini ichishga majburlash, oziq yetishmaslik, og'rib qolsa davolanamaslik, turma xodimlarining psixologiyalik xo'rlashiga uchrash sababidan ularning xili ko'p qismining tuberkuloz, uchay yollig'i, o'pka yollig'i, börek va jigar yollig'i qatorliq har xil kasalliklarga mubtado bo'lganligini, turma xodimlarining ularga faqat og'riq pasaytguchi bilan uyqu dorisi berib qo'yganligi, aslo doktorxonaga berib davolamaganligi, yaqini vafot bo'lgan Matto'xti Mattursun so'z harakatdan qilib sakratga tushib qolgandilar, ondan uni doktorxonaga ilib borganligini va doktorxonaga barobar mayla jon o'zganligini, uningdan burun hayotdan ayrilgan Uyg'urlarning taqdirining Matto'xti Mattursun bilan ayni ekanligini ifoda qilishdi. Ular so'zlarida qurultayning bir tarafdan Taylandda turayotgan Uyg'urlarning normal turmushiga kapolatlik qilish va ularning muhitini yaxshilash uchun Tayland hukumatiga besim ishiltish uchun tirishchilik ko'rsatayotganligini, yana bir tarafdan ularni 3-chi bexatar davlatga o'tkazish uchun ba'zi davlatlar bilan jiddiy dialog ilib berayotganligini va bu jihat ijobiy qadamlarning tashlanganligini ta'kidlab o'tishdi. Bu qatimqi yig'inda yana keyingi yillarda chet ellarda ilib berilayotgan Xitoy qarshi harakatlarga bo'lib namoyishlarga qatnashadigan Uyg'urlarning sonining borgan sari ozlab ketayotganligining konkret sabablari haqida jiddiy muzokara ilib berildi. Qurultay va tashkilot rahbarlari bu haqda qilgan so'zlarida buning Xitoyning 2017-yildan buyon chet ellardagi Uyg'urlarga qarata uzluksiz kuchayotgan chegara halqan bostirish siyosati bilan zich munosabatli ekanligini, Xitoyning chet ellardagi ko'plagan Uyg'urlarning vatandagi ota-ona va urug' tuqqanlarini go'riga ilib olish orqali chet ellardagi Uyg'urlarni Xitoyga qarshi harakatlardan uzoq turishga qistab kelganligini, buningga amal qilmagan Uyg'urlarning vatandagi tuqqanlarini turma va lagerlarga solash, mol-mulkini musodir qilish, hatto hayotiga qasd qilish qatorliq turli razil vositalarni qo'llanib chet ellardagi Uyg'urlarni singdirishga tirishib kelganligini, chet ellardagi ko'plagan Uyg'urlarning Xitoy bexatarlik organlarining bevosita yoki vositalik tehdidiga uchrab kelganligini, chet ellardagi Uyg'urlarni josuslik qilishga va bir-birini nazorat qilishga majburlayotganligini,
Natijada xili ko'plagan Uyg'urlarning Xitoyga qarshi harakatlardan o'zini qochirishga majbur qilayotganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, bir tarafdan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan chegara halqagan bostirish qilmishlarini to'sib qilish uchun xalqaro sahnalarda bu vaqtda ilib berayotgan faoliyatlarni yanada kuchlantirish, Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarning hukumatlarining buningga qarshi qonun tadbirlarini yo'l qo'yishni qo'lga keltirish, yana bir tarafdan chet ellardagi Uyg'urlarga qaratilgan vatanparvarlik tashviqotini jiddiy shaklda kuchaytirishning to'liq zarur ekanligini ta'kidlashdi va bu haqda o'zlarining ba'zi konkret talab fikrlarini o'ttirib qo'yishdi. Yig'inda Qurultay fondining raisi Abdujil Ahmad apandim bu yil 12 martda Qurultay tarafidan boshlangan Myunxen shahrida Qurultay markaziy organi uchun maxsus ishxona setib olish haqidagi iqtisodiy yordam safarbarligining natijasi haqida ma'lumot berdi va Qurultayning mazkur chaqirig'ining chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avam xalqimizning qizg'in qo'llashiga erishganligini, 2 oy vaqt ichida 450 ming Amerika dollaridan ko'proq yordam to'planganligini va aslida nishon qilgan planning muddatdan burun amalga oshganligini ifoda qilish bilan birga, Qurultayning mazkur chaqiriqqa ovoz qo'shgan butun tashkilotlarimizga va xalqimizga Qurultay nomidan alohida minnatdorlik bildirganligini eskartib o'tdi. Yig'in oxirida xulos so'z qilgan Qurultayning muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram o'zgarayotgan xalqaro vaziyat va uning Uyg'ur davosiga ko'rsatgan ijobiy va salbiy ta'sirlari, navbatdagi xalqaro vaziyatga qarata milliy harakatimizda yo'l qo'yiladigan yangi strategik tadbirlar va yo'l xaritasi haqidagi qarashlarni o'ttirib qo'ydi va Uyg'ur davosining strategiyasini va yo'l xaritasini tuzib chiqadigan maxsus bir strategik tadqiqot markazini qurib chiqishning to'liq zarur ekanligini ta'kidlab o'tdi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang 12 may Yevropadagi 3 davlat ziyaratining oxirgi bekitib olgan Norvegiyaga kelib, Norvegiya Tashqi ishlar ministri Anniken Huitfeldt bilan ko'rishayotgan daqiqalarda Norvegiya Tashqi ishlar ministrligi binosining oldida Uyg'urlar va boshqa kishilik huquq tashkilotlari birlashma namoyish o'tkazib, Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatishni va lagerdagi tutqunlarni shartsiz holda qo'yib berishni talab qilishdi. Norvegiya poytaxti Oslodagi bu namoyishni Norvegiya Uyg'ur komiteti, Rafto fondi, Xalqaro kechirim tashkiloti, Tibet tashkiloti, Norvegiya Tayvan komiteti va Norvegiya Hong Kong komiteti qatorliq tashkilotlar birlikda uyushtirdi. Bu qatimqi namoyishga Norvegiya Solchilar partiyasining parlament a'zosi Ola Elvestuen apandim, Yeshillar partiyasining parlament a'zosi Rasmus Hansson apandilar qatnashib, o'zlarining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini ifoda qildi. Norvegiya Solchilar partiyasining parlament a'zosi Ola Elvestuen apandi namoyish maydonidan matbuotlar qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Bugun Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gang Norvegiyaga kelganda, men Uyg'urlar, Tibetlar, Tayvanliklar va Hong Kongliklarning namoyish sepiga qo'shilib, o'zimning ularga bo'lgan hissdoshligimni namoyon qilishni loyiq ko'rdim. Mening Uyg'urlarga yurgizayotgan ig'ir darajadagi kishilik huquq dafsanchiligidan xabarim bor. Qiliplashgan ibora bo'yicha aytganda, 1 milliondan ortiq Uyg'ur Xitoyning jazo lagerlarida azob chekmoqda. Amaliyot soni uningdan ko'p bo'lishi mumkin. Ammo Norvegiya hukumati yaqinqi mezgillardan buyon Xitoyga uncha qattiq pozitsiyada bo'la olmayotidi. Xitoyni tanqidlashga jur'at qila olmayotidi. Biz buningdan intayin afsuslanamiz. Irqiy qirg'inchilik ilib berayotgan bir hokimiyatning qilmishlariga sukut qilish, uni qo'llaganlik bilan barobar. Ishlar bundoq bo'lmasligi kerak. Yeshillar partiyasining parlament a'zosi Rasmus Hansson apandi mundaq deb ko'rsatdi. Norvegiya hukumatining Xitoydan iborat bu mustabid davlatning Uyg'urlar va Tibetlarga yurgizayotgan zulmlarni ayblamasligi meni va nurg'un odamlarni umidsizlantirmoqda. Norvegiyadagi demokratik bir davlatning Xitoyga tiz bikishi davlat uchun haqoratdir. Biz va Norvegiya uchun aytganda bu qabul qilg'usiz nomusliq bir ish. Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gangning Yevropadagi 3 davlat ilib borgan ziyarati to'g'risida har xil qarashlar o'tirib qo'yilmoqda. Germaniya axborot vositalaridagi analizlarning muhim mazmunlariga asoslanganda, Qin Gang tövandagi bir qancha maqsadda bu ziyoratni ilib borgan. Biri Yevropani Amerikadan uzoqlashtirib Xitoyga yaqinlashtirish. Fransiya prezidenti Makronning Yevropani Amerika va Xitoydan keyingi 3-chi qutb qilib qurib chiqish tashabbusiga moslashish. Ikkinchisi, Germaniya, Fransiya va Norvegiya qatorliq Yevropa ittifoqidagi iqtisodiy kuchi yuqori davlatlar bilan bo'lgan iqtisodiy kelishimlarning salmoqini ko'paytib, ularni Tayvan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini o'z ichiga olgan kishilik huquq masalalarida burunqidek zuvan surmas holga keltirish. Uchinchisi, Rossiya, Ukraina urushi sababli Yevropa ittifoqi Ruslarga yordam qilyotidi deb qaragan bir qism chet el shirkatlariga embargo qo'ygan bo'lib, Xitoyning g'arbdagi ba'zi cho'ng shirkatlari buning ta'siriga uchragan. Qin Gangning 3 davlat ziyaratining oxirgi maqsadi mana bu jazoga uchragan Xitoy shirkatlarini ziyondan qutuldirib chiqish bo'lgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandi 9 may kuni Xitoy hukumatini biologiyalik vositalar va gen avrishkisini to'plash orqali Uyg'urlar va Tibetlarni bostirish bilan ayblagan edi. Xabarlar haftalik gazetining 12 maydagi xabarda aytilishicha, shuningdan uzun o'tmay Amerika Xitoy o'rtasida bir maydon diplomatiya urushi boshlangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin muxbirlarni kutilish yig'inida bu haqda so'z qilib, bu ayblashlar butunlay asossiz.
bularning to'qib chiqilgan yolg'on ekanligi hamiga ayon deb chalvo qilgan. Shuningdek Xitoyning qonun orqali idora qilinganligini, Xitoydagi barliq fuqarolarning, jumladan Xitoy bo'lmaganlarning kishilik huquqlarining qonun bo'yicha qo'llanilganligini alayda ta'kidlagan. Halbuki, o Şərq Türkistandakı milyonlarca Uyğurning Genev rishkisini to'plashda hech kimning ruxsati ilinmaganligidek reallikni tilga olmagan. Bu ahvolni lager shohidlarimi ko'p qatimliq guvohlik yig'inlarida alayda ta'kidlagan bo'lib, lagerlardagi qiz shokalarni farzand ko'rolmas qilib etishdimi ularning ruxsatini elish mavjud bo'lmagan. Darvaqa, Xitoy hukumatining Şərq Türkistondagi zo'r bostirishda Uyg'urlarning Genev rishkisini to'plash orqali ularni kontrol qilishning yangi saviyasini barpo qilib chiqqanligi Washington pochtasi, New York vaqti gazeti, pul muomala vaqti qatorliq necha o'nlagan dunyoviy axborot vositalarida keng xabar qilingan bo'lib, Xitoyning shuncha ko'p paketlarni qarshisiga inkor qilish pozitsiyasi ularning har qanday paketga ko'z yumishda xarakterini namoyon qilib berdi deb qaralayotganligi ma'lum. İslam ellerining Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik parvo qilmasligi, masjidlarning cheqilib, Qur'onning ko'ydirilishini, İslamның kesellik deb qaralib cheklanishi yoki xitoychilashtirilishini ko'rmasga silishi ta hozirgacha tadqiqotchilar va siyosiy analizchilar diqqat qilib kelayotgan masala bo'lmoqda. Yaqinda arab dunyosi uchun demokratiya to'g'rida John Hoffman imzosida e'lon qilingan Xitoy nemishqa Uyg'urlarni bostirish uchun O'rta Sharqdagi sheriklarini topdi nomli maqolada bu masala atrofliq va cho'nqur tahlil qilingan. Maqolada aytilishicha, Xitoy hukumati musulmonlar ko'p sonli davlatlar, bo'libmi O'rta Sharq davlatlaridan Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik bilan kori bo'lmasligini talab qilib qolmay, balki bu jinoyatni yo'lliq va to'g'ri deb maqtashni qo'lga keltirishga urinib kelgan. Natijada bu davlatlarning kattaboshlari Xitoydagi savdosi, Xitoydan kirgizilgan mablag'i va neft bozorida Xitoydan keladigan neftga tayinib qolganligi uchun Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni bostirishga sukut qilib qolmay, balki uni oshkor maqtashga va Xitoy bilan hamkorlashishga boshlagan. Bo'libmi Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi va Misr qatorliq davlatlar Xitoyning tashviqotiga oshkor moslashgan. Hatto Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga bevosita yordam bergan bo'lib, Xitoyning talabiga asosan bu davlatga Uyg'ur musofirlarini Xitoyga o'tkazib bergan. 2019-yili bu davlatni o'z ichiga olgan 37 davlat BDT kishilik huquq oliy kengashi raisiga imzoliq maktub yo'llab, Xitoyning xalqaro kishilik huquq ishlariga qo'shgan töhfasini maqtagan. Xitoy hukumati Xinjiangdagi terrorlik, bölgünchilik va asabiylikka zarba berib, qaytadan tinchlik va xavfsizlik barpo qildi degan. 2022-yili BDT kishilik huquq oliy kengashi yig'inida yuqoridagi davlatlardan boshqa Qatar, Indoneziya, Sudan va Pokiston qatorliq davlatlar g'arb ellari o'tirib qo'ygan Xinjiangda yuz berayotgan kishilik huquqni dafsan qilish qilmishlarini muzokara qilish taklifini rad qilgan. Bu yil 1-oyning 5-ida Saudiya Arabiston, Misr, Bahrayn, Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq 14 davlatdan kelgan 30 o'limadan tashkillangan vakillar o'migi Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bo'lib, bularni Arab Birlashma Xalifaligida qurilgan Dunyo musulmonlari kengashi uyushtirgan. Mazkur kengashning raisi Ali Rashid Al-Nuaymi Xitoy hukumatining Xinjiangda terrorlikqa zarba berish tirishchanligi va Xitoy rahbarlarining bu rayondagi xalq uchun xizmat qilish irodasini maqtashga loyiqdir degan. Maqolada berilgan yuqorqi misollar musulmon ellarining Xitoy bilan davomli yaqin munosabat bo'lib kelganligini, shunga Xitoyning o davlatlarni bir yoqqa qayirib qo'yib, Uyg'urlarni bostirib, islomiyatni xohlagancha dafsan qilib kelganligini yaxshi yo'ritib bergan. Avtorning qarashicha, islom davlatlari Xitoyni bugungi dunyodagi buyuk siyosiy va iqtisodiy kuch deb taniydi. Ikkinchidan, bu davlatlarning ko'pinchasi mustabid hokimiyat bo'lib, mohiyatda Xitoy hokimiyati bilan o'xshash. Üçüncüden, bu devletning hükümranları Arab bahardagi davolg'ushdan, demokratiyadan cho'chigan bo'lib, demokratiya bilan erkinlikni Amerika va g'arb ellarining mahsuloti deb qaraydi va ularga o'chlik qiladi. To'rtinchidan, ular Xitoyni kelgusida Amerika va g'arb dunyosiga qarshi kuch tangpongliq shakllantira oladigan, hatto Amerikadan eshib keta oladigan g'arb kuchlarining besimiga qarshi musulmonlar dunyosini himoya qila oladigan davlat deb qaraydi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.